Hammaga assalomu alaykum. Agar siz yangi iPhone olmoqchi bo'lsangiz va qaysi birini tanlashni bilmayotgan bo'lsangiz, bugun sizga yordam beramiz. Bugun sizlar uchun 2025-yilda aktual bo'ladigan iPhone'larni tayyorlab qo'ydik. Bu videoda Type-C iPhone'lar haqida gap ketadi. Agarda Lightning'li iPhone'dan qo'lingizga yotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Bugungi videoda iPhone 15 dan 15 Pro Max gacha, 16 dan 16 Pro Max gacha, hattoki iPhone 16i ni ham ko'rib chiqamiz. iPhone 15 dan boshlaymiz. Hammamizga tanish bo'lgan dizayn, bu yoqqa action button qo'shmagan, o'zini включатель громкости bilan qo'ygan. Bunga Dynamic Island bilan 2x qo'shgan. Da, to'g'ri eshitdinglar. 15 dan boshlab hamma bazaviy iPhone'larda 2x paydo bo'ldi. Agarda sizga kattaroq ekranli va katta batareykali iPhone kerak bo'ladigan bo'lsa, lekin Pro versiyani xohlamayotgan bo'lsangiz, sizga yaxshi tanlov bo'ladi. Undagi batareyka 15 ga qaraganda 6 soatgacha uzoqroq ishlaydi. iPhone 15 Pro va 15 Pro Max eski 14 Pro bilan yangi 16 Pro orasidagi eng yaxshi variant. Siz bularni yangi holatda arzonroqga olib, 16 Pro bilan deyarli katta farq sezmasligingiz mumkin. 15 Pro ning bazaviy modeli 128 GB dan boshlanadi, Pro Max esa 256 GB dan boshlanadi. Kamerasidan farqi bor. 15 Pro Max da 5x zoom, 15 Pro ning o'zida 3x zoom qilishgan. Agar sizlarga kontent yaratishga yoki professionallarga rasmga olishga iPhone kerak bo'ladigan bo'lsa, 15 Pro Max tanlaganinglar yaxshiroq. Nimaga bu videoda iPhone 14 Pro, 14 Pro Max yoki 13 ham yo'q? Chunki bu iPhone'larning yangi versiyasini уже topa olmaysiz. Yaxshi ishlatilgan versiyasi yangi iPhone'lar narxida keladi. Yangi iPhone'larda USB Type-C bor. USB Type-C tezroq zaryadkaga va tezroq dannelarni o'tkazishga yordam beradi. iPhone 16i. Ko'pchilik bu modelni tushunmadi, nima uchun kerak, kimga kerak? Javob juda oddiy. Bu yaxshi ish telefoni yoki ikkinchi telefon sifatida ishlatayotgan bo'lsangiz, yana bir necha yil ichida u ancha arzonlashadi va yanada qiziqarliroq tanlov bo'ladi. Agar batafsil obzorni ko'rmoqchi bo'lsangiz, silkani bosing. iPhone 16. Agar siz eski dizayndan charchagan bo'lsangiz va nimadir yangisini xohlayotgan bo'lsangiz, bu yaxshi variant. Yangi dizayni va rang-barang variantlari ko'zga juda ham yoqimli chiqqan. Menga to'g'risini aytsam, akvamarin rangi yoqdi. Sizlarga qaysi rang yoqqanini kommentariyada yozib qoldiringlar. iPhone 5 bilan solishtirganda bunga Action Button, Camera Control va Apple Intelligence qo'shishgan. Va yangi dizayni 16 Pro va 16 Pro Max. Endi Pro bilan Pro Max orasidagi kamera farqi yo'qoldi. iPhone 16 Pro ni iPhone 15 Pro Max darajasigacha ko'tarib qo'yishdi. 27 soat bitta zaryadkadan ishlab beryapti. Shunda iPhone 15 Pro dan 4 soat ko'proq ishlaydigan bo'lgan. iPhone 15 Pro Max bilan razmerida ozgina farqi bor, sal kattaroq bo'ladi, lekin unaqa seziladigan darajada emas. Xo'p, xulosa qiladigan bo'lsak, agarda sizlar oldin Android ishlatib turib, endi birinchi iPhone'ni olayotgan bo'lsanglar yoki eski iPhone'dan yangi iPhone'ga o'tmoqchi bo'lsanglar, bazaviy iPhone 15 sizlarga yaxshi keladi. Agarda sizlarga kattaroq ekranli va kattaroq batareykali iPhone kerak bo'ladigan bo'lsa, lekin Pro versiyani xohlamayotgan bo'lsanglar, iPhone 15 Plus ko'rib ko'ringlar. Agarda oddiy 15 lardan ko'ra yaxshiroq protsessor va yaxshiroq kamera kerak bo'ladigan bo'lsa, iPhone 15 Pro va 15 Pro Max ga bitta ko'z tashlaydi. iPhone 16 o'zini qatorida ajralib turadigan Dynamic Islandli, Action Buttonli va Apple Intelligence'li telefon. iPhone 16 Plus, iPhone 16 ning kattaroq ekranli va kattaroq batareykali varianti. iPhone 16 Pro va 16 Pro Max eng ko'p zaryad ushlaydigan va eng oxirgi modelni xohlaydiganlar uchun tavsiya qilamiz. Bugungi videomizdagi hamma iPhone'larni Profon do'konida arzon variantga yoki nasiya savdoga olsanglar bo'ladi. Bizda a'lo darajadagi xizmat, halol kafolat va halol to'lov tizimi mavjud. Sizlar bilan Profon do'konida keyingi videolarda ko'rishguncha